Bu video sal boshqacha bo'lishi mumkin. Emotsiyaga berilib ketib qolsam aytib buyurmaysizlar. Bu video aynan Andijonda ishlaydigan, ba'zi o'zini usta deb biladigan, chala usta, o'zi ko'p ham diagnostika qo'ya olmaydigan, ko'p ham yaxshi bilmaydigan bir qo'shtirnoq ishidagi o'zini usta deb biladiganlar diqqatiga. Hammanglarni adresinglarni, isminglarni, telefon nomerlaringizgacha bilaman-da. Yevropa gaz haqida fikringiz buzuqmi? Iltimos, o'shanda qoling. Qolganlarga bunaqa deb bilmaysiz. Siz bu sizning minusingiz. Bilmayapsizmi? Qising. Qo'pol bo'lsa ham aytaman, bilmayapsizmi? Tilingizni qising. Sizdagi til menda ham bor. Agar men gapiradigan bo'lsam, adresim gapiraman, nomeringizgacha chiqarib qo'yishim mumkin. Unda xunuk bo'ladi. Shu paytgacha indamayapsiz, hurmatingizni qilyapsizmi? Biling hurmatingizni, haddingizni biling. Yevropa gaz haqida tushunchangiz yo'qmi? Bilmaysizmi? Bilmayman deng. Buni yechib olish kerak, buni aniq qilish kerak. Mana men masalan shu ishni qilmayman. Ochiq aytaman, stak qo'yilgan bo'lsa, buni yechish kerak demayman. Men biladigan odamga boraman. Agar men bilmayotgan bo'lishim mumkin deyman. Siz ham shunaqa qiling. Tushunyapsizmi? Siz ham shunaqa qiling. Aynan o'sha aytganimdek, adresimni bular juda ham yaxshi biladi, kim to'g'risida gap ketayotganligini. Siz bilmayapsizmi? Вообще tilingizni qising. Agar men gapiradigan bo'lsam, o'zingizga minus bo'ladi. Men adresim gapiraman. Telefon nomeringizgacha chiqarib qo'yishim mumkin. Shuning uchun iltimos, hurmatingizni, haddingizni biling. Bu birinchisi emas. Bilmayapsizmi? Bilmayapman aka. Buni biladiganlarga olib boring, do'ring. Albatta, aka buni yechib olish kerak, buni aniq qilish kerak, buni manchada mana qiladi, bunchada mana bo'ladi demang. Unaqa u ishingiz xato. Shuning aka, bilmayapsizmi? Aka buni bilmayman, biladiganlarga olib boring. Buni yechib olish kerak, buni aniq qilish kerak, mana qilish kerak demang. O'zingizga minus qo'yib qo'yasiz. Sizga chiroyli gapiryapman, bu ogohlantiryapman. Yana aytyapman. Bundan keyin yana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, iminoy o'sha odamni o'zi bilan olib kiraman oldingizga, o'sha klient bilan. Keyin xijolat bo'lib qolasiz. Shuning uchun iltimos, hurmatingizni, haddingizni yaxshi biling.